Assalomu alaykum. Temur Kapazi boshchiligidagi milliy terma jamoa 5-o'yin kun Jahon chempionati 3-saralash bosqichi 9-tur doirasida Birlashgan Arab Amirligiga safar uyushtiradi. Mazkur bahs Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da Abu Dabidagi Al Nahyon stadionida boshlanadi. Bir muddat avval saytimizda terma jamoa Birlashgan Arab Amirligiga ertaroq yo'l olish haqida xabar berilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, terma jamoa 29-may kuni Birlashgan Arab Amirligiga yo'l oladi. Bunday qarorning asosiy sabablari muhim bahsga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rish va legionerlarning terma jamoa ixtiyoriga ertaroq yetib kelishidir. Xo'sh, xorijda to'p tepayotgan futbolchilarning klublari rejalashtirilayotgan yig'in vaqtiga kelib, so'nggi uchrashuvni qachon o'tkazadi? O'tkir Yusupov, Jaloliddin Mashayev va Oston O'runov to'p tepayotgan Eron chempionati 15-may kuni yakunlanadi. So'ng 30-tur bahslari bir kunda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan, ammo Istiqlol Eron Kubogidagi ishtirokini davom ettirmoqda. Rossiya chempionatining so'nggi 30-turi esa 29-mayda o'tkazilishi rejalashtirilgan, ammo CSKA Rossiya Kubogi yarim finali doirasida Zenit bilan to'qnash keladi. Agar Fayzullayev jamoasi yarim finalda Zenitni yuta olsa, super final bahsida ishtirok etadi. Super final esa birinchi o'yin kuni Lujniki stadionida o'tkaziladi. CSKA super finalda ishtirok etadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan Fayzullayev terma jamoa safiga ikkinchi o'yindan keyin qo'shiladi. Turkiya chempionatida esa birinchi o'yin sanasida yakunlanadi. So'nggi 38-tur yozning dastlabki kunida o'tkaziladi. Husniddin Aliqulov va Azizbek To'rg'unboyev terma jamoa safiga ikkinchi o'yindan kelib qo'shilishi mumkin. Roma esa mavsumning 25-may kuni sanasi Torinoga qarshi bahs bilan yakunlaydi. Hujumchimiz terma jamoa yig'iniga o'z vaqtida yetib kelishi kutilmoqda. Ya'ni Eldor Shomurodov. APLdagi so'nggi 38-tur 25-may kuni o'tkaziladi. Husanov jamoasi mavsumni Fulhamga qarshi bahs bilan yakunlaydi. Saudiya Arabiston chempionati 26-may kuni yakunlanadi. So'nggi 34-tur Al-Fayha va Al-Shabab jamoasi bilan to'qnash keladi. Demak, Otabek Shukurov ham terma jamoamiz ixtiyoriga o'z vaqtida yetib kela oladi. Al-Vaqti esa mavsumni 12-may kuni Dibba jamoasiga qarshi yakunlaydi. Hojimat Erkinov ham yetib kelishi kutilmoqda. Bobur Abduxoliqovning klubi Sumgayit mavsumning 24-may kuni Sabayelga qarshi bahs bilan yakunlaydi. Turkiya chempionatida to'p tepayotgan futbolchilarimiz katta ehtimol bilan terma jamoamiz yig'iniga kechroq qo'shiladi. Qolgan barcha legionerlar terma jamoa yig'iniga o'z vaqtida qo'shilishi kutilmoqda. Agar CSKA va Istiqlol o'z mamlakatlarining kubok musobaqalarida ishtirokini davom ettiradigan bo'lsa, Fayzullayev va Mashayev ham yig'inga kechroq kelishlari mumkin. Raqibimiz Amirlik jamoasi bo'la turib, terma jamoa mezbon mamlakat hududida yig'in o'tkazishi xavfli emasmi degan savollar bor. Eng asosiy muammolardan biri xavfsizlik masalasi, ya'ni raqib mashg'ulotlarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishi. Bunga qadar terma jamoamiz Qatarda yig'in o'tkazgan edi. Bu safar esa Birlashgan Arab Amirligi navbatdagi yig'in manzili sifatida tanlandi. Shuningdek, mezbonlar tomonidan terma jamoamizga turli xil noqulayliklar yaratilishi ehtimoli ham yo'q emas. Misol uchun, O'zbekiston terma jamoasi sobiq murabbiyi Samuel Babayan 2020-yilgi intervyusida Jahon chempionati 2018 saralash bahslaridagi raqibini Eron jamoasining yig'inlarini yordamchilari orqali kuzatib borganini ma'lum qilgan edi. Xo'sh, aziz do'stlar, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring hamda o'sha Birlashgan Arab Amirligiga kechadigan o'yinda raqiblarimizga ham qaysidir ma'noda o'sha haqiqiy futbol ko'rsatishini so'rab qolgan bo'lardik. Ya'ni o'zingiz bilasiz, qaysi holatlarda qanaqa futbol ko'rsatishini, hamda O'zbekiston terma jamoasiga omad tilab qolamiz va finalda yutishini hamda jahon chempionatiga chiqishini chin dildan xohlaymiz. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar.